So'nggi azon muzlagan kol bo'ylab sado berganida, ular muz ostidagi masjid tashlandiq emasligini, u tirik ekanligini tushunishdi. Bir paytlar sukunat ufqdan uzoqroqqa cho'zilgan Orol dengizining sonayotgan qalbida mo'ynoqliklarning kichik bir guruhi muzlagan suv ostida mumkin bo'lmagan ko'zguga tikilib turardi. Baland minorasi bilan tola masjid, unutilgan e'tiqod qoldigidek billur muzga ko'milgan. O'nlab yillar davomida Alloh taoloning g'azabi odamlarni namozlarni manmanlikka aylantirgani uchun dengizga yutib yuborilgan masjid haqidagi hikoyalarni eshitgan edilar, ammo hech kim bunga ishonmadi. Qurg'oqchilik kelib, cho'l shamoli ko'lni yalang'ochlab, muz ostidagi yaltirab turgan gumbazni ko'rsatmaguncha. Uni ko'rgani kelganlar orasida Ahror ismli yosh imom ham bor edi. U o'zining mayin ovozi va har bir afsonada ogohlantirish borligi qat'iy ishonchi bilan tanilgan. U faqat fonar, eski matoga oralgan Qur'on va marhum otasining namozxonlarini ko'tarib yetib keldi. Alloh ko'mgan joyni kovlash bizga yaramaydi, deb ogohlantirdilar oqsoqollar, lekin Ahror har kecha bomdoddan keyin uni chaqirayotgan bir narsa, aksado, zaif, lekin maromda, unutilgan duoni shivirlayotgan suvdek his qildi. O'sha qishda qishloq shunday sovuq shamollar ostida qaltirab, masjid eshigining yog'ochlarini yorib yubordi va odamlar har tong otgan azon ularning muazzinlaridan emas, muzlagan kol ostidan eshitiladi, deb qasam ichdilar. Bu tovushlar bilan boshlandi. Bitta takbir, keyin hech kim turmagan qadam tovushlari aksadosi. Ahror kol bo'yida qorovullik qila boshladi va bir kuni kechasi u imkonsiz narsani ko'rdi. Shaffof muz ostida, qadim liboslarda qator-qator kishilar bir ovozda ibodat qilishar, ularning nafasi muzlagan shift ostida tuman hosil qiladi. Ammo u subhanallohni o'qiganida, ularning har biri boshlarini u tomonga burdi. Yuzlari ko'rinmas, lekin uning nigohini tan olgandek harakat uygunlashdi. U orqaga yiqildi, fonar sindirildi, ovozni shamol yutib yubordi. Ertasi kuni qishloq ahli uni kol bo'yida, kipriklariga ayoz yopishib, Qadr surasining oyatlarini qayta-qayta pichirlab o'tirgan holda topdilar. Ular hali ham namoz o'qishmoqda, deb goldiradi u, imom esa erishni kutmoqda. Gap tarqaldi va ko'p o'tmay nukuslik olimlar yetib kelishdi va buni yorug'lik va muz hayoloti deb atadi. Ammo ular jihozlarni o'rnatganlarida kameralar qotib qoldi, batareyalar tugadi va mikrofonlari Rahmon surasini o'qiyotgan zaif shivirlarni oldi. Ulardan biri, doktor Sodiq ismli skeptik, yarim tunda muzlagan ko'lning markaziga borishga jur'at etdi. U metal tayoq ko'tarib muzga 3 marta urdi va baqirdi: "Agar bu Xudoning uyi bo'lsa, menga dalilingizni ko'rsating." Ovoz cheksiz aks sado berdi va bir lahza hech narsa sodir bo'lmadi. Uning ostidagi muz zerikarli ko'k chiroq bilan porlay boshlaguncha. Chuqurlikdan masjid gumbazining shakli miltilladi. Keyin uning orqasida ulkan, odamga o'xshagan, ammo har qanday odamdan kattaroq soya harakat qildi. Qishloq ahli qirg'oqdan qichqirib, uni qaytarib chaqirishdi, lekin doktor Sodiq qotib, ko'zlari katta-katta, muz momaqaldiroqdek yorilib, g'oyib bo'ldi. Ertasi kuni ertalab uning tanasi qirg'oq yaqinida tiz cho'kib, duo o'rtasida muzlab qolgan, qo'llari bir-biriga bog'langan, barmoqlari sovuqdan qoraygan, go'yo so'nggi daqiqalarda mag'firat so'rab duo qilgandek bo'lganini ko'rishdi. Dafn etilganidan keyin galati narsalar boshlandi. Qishloqning azon soati soatlab erta jiringlardi. Adashgan itlar kol tomon hurdilar, lekin yaqinlashishga jur'at eta olmadilar. Va har kecha markazdan mushk va tuzning zaif hidini ko'targan tuman ko'tarilib turardi. Ahror tush ko'ra boshladi. U uyqusida tiniq muz qatlamlari orasidan, muzlagan minora yonidan o'tib, havo yo'q, lekin namoz hamon nafas olib turgan masjidga tushayotganini ko'rdi. U yerda bir keksa imom oyoqlarini chalishtirib o'tirar, terisi marmardek oqarib ketgan, ko'zlari yumilgan, og'zidan ruhni larzaga soluvchi azon ohangida o'tirardi. "Biz hech qachon to'xtamasdik", deb pichirladi imom tushida. "Bizni zamon emas, mag'rurlik dafn qildilar." Ahror uyg'onib, ko'kragidagi Qur'onni Kahf surasi, asrlar davomida g'orda uxlaganlar haqidagi oyat uchun ochiq turganini ko'rdi. O'shanda u nima qilish kerakligini bilar edi. Hech qachon tugamagan ibodatni to'liq bajarish. Qishloqning iltijolariga qaramay, Ahror keyingi bomdodda muz ustida yurishini aytdi. O'sha kechasi havo harorati 40 ga tushdi va havo olayotgan hayvondek uvilladi. U kol bo'ylab o'tayotganida oyog'i ostidagi muz ingrab, singan shishadek yulduzlarni aks ettirardi. Har bir qadamda pichir-pichir, arabcha eski va qiyshiq so'zlar eshitildi. Allohu akbar va lillahil hamd. U ortada to'xtadi, tiz cho'kib, peshonasini muz ustiga qo'ydi. Uning ostida yuzlab ruhlar u bilan birga ibodat qilayotgandek, uning harakatini aks ettirgan. To'satdan kol titra boshladi.
Yoriqlar tashqariga chiqdi, ular orqali ko'k chiroq otadi. Chuqurlikdan muzlagan masjid miltilladi, devorlari qaltirab, minorasi qanday nafas olishni eslayotgan tirik mavjudotdek yuqoriga chozilgan edi. Sohildan kuzatib turgan qishloq ahli tiz chokib, oyat-ul kursiyni bir ovozdan tilovat qilishdi. Shunda vodiy bo'ylab ahrorniki emas, chuqur va qadimiy ovoz yangradi. Namoz tugamadi. Muz parchalanib ketdi. Yorug'lik ustuni yuqoriga otilib, hammani kor qildi. Tuman tozalanganda kol g'oyib bo'ldi. Ochiq choldan boshqa hech narsa yo'q edi. Ahror g'oyib bo'ldi. Uning o'rnida sujuddagi odamga o'xshagan muzlagan qumdan iborat kichik bir tepalik turardi. Qishloq aholisi u yerda ziyoratgoh qurib, uni Masjidi Barf, muz masjidi deb atashgan. Ammo hikoya shu bilan tugamadi. Har yili Orol shamollari qaytganda sayohatchilar qumtepalar ostida ko'k chiroqni ko'rishlarini da'vo qilishar. Ba'zan esa tong otishidan oldin zaif azon qishloq masjididan emas, balki qum ostidan eshitilib, go'yo komilgan masjid hali tirik. Uning devorlari ichida namoz o'qiganlarni kutayotgandek yer yuzida aks sado beradi. Yillar o'tib, afsonani yozib olish uchun hujjatli film guruhi keldi. Ularning suratlari hech qachon oshkor etilmagan. Faqat bitta parcha saqlanib qolgan, 2 soniya muzlatilgan audio, u yerda ovoz pichirladi. Biz hali ham sujuddamiz. Ekipaj Toshkentga qaytib kelgach, ulardan biri, Dilnoza ismli o'zbekistonlik ayol gapirishdan bosh tortdi. U o'z kvartirasida indamay o'tirar, tirnoqlari qonaguncha devoriga barmog'i bilan doira chizardi. Muz ostida nimani ko'rganini so'rashganda, u nihoyat goldiradi. Yuzlar yo'q edi, faqat qollar. Ular minglab. Qollarini chozish. O'sha qishda qishloq aholisi uyg'onib, kol qaytib kelganini ko'rdilar. Yupqa, sharpali, faqat ziyoratgohni qoplagan. Uning yuzasi ostida gumbazning xira konturi yana bir bor yaltirab turdi va undan ko'tarilgan azon endi yumshoqroq edi. Go'yo pastdagi ruhlar nihoyat tinchlanayotgandek yoki boshqa ibodat boshlanishini kutayotgandek edi. O'shandan beri har bomdodda yangi masjiddan muazzin chaqirganda, qishloq aholisi xuddi shu so'zlarni takrorlaydigan ikkinchi ovozni yer ostidan sekinroq, chuqurroq aksado berishni eshitadilar. Ular endi bunga shubha qilmaydi. Ular bir joyda, muz va qum ostida, muz ostidagi masjid hamon tik turganiga, vaqt tegmagan, iymonli kishilar abadiy sajdalarni davom ettiradigan, oxirgi azon ularni tiriklar bilan yana birlashtiradigan kunni kutayotganiga ishonib, 2 marta, bir o'zlari uchun va bir marta orta namozda muzlab qolganlar uchun namoz o'qiydilar.